O'zbekiston iqtisodiyotida xomashyoni chuqur qayta ishlash va tayyor qo'shimcha qiymatga ega mahsulot ishlab chiqarish strategik ustuvor yo'nalishga aylandi. Ayniqsa, zargarlik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar milliy an'analarni zamonaviy sanoat texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish orqali mamlakatning eksport salohiyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Buxoro shahrida faoliyatini boshlagan Ella Jewelry mas'uliyati cheklangan jamiyat negizidagi zargarlik klasteri nafaqat hududiy, balki respublika miqyosidagi ana shunday tizimli o'zgarishlarning amaliy ifodasi bo'ldi. Loyihaning asosiy maqsadi milliy zargarlik an'analarini zamonaviy dizayn va xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirgan holda raqobatbardosh milliy brend yaratish hamda O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirishdan iborat. Tadbirda so'zga chiqqanlar ta'kidlaganidek, zargarlik klasteri nafaqat iqtisodiy, balki madaniy ahamiyatga ham ega. Chunki Buxoro azaldan nozik naqshlar va betakror uslubi bilan mashhur bo'lgan. O'zbekistonda oxirgi 6-7 yil davomida zargarlik sanoatini rivojlantirish bo'yicha jadal ishlar olib borilmoqda. Albatta bu muhtaram prezidentimizning qo'llab-quvvatlashlari asosida bo'lmoqda. Buxoro shahrida zargarlik klasteri, zargarlik markazi ochildi. Ella Jewelry degan Turkiya ishlab chiqaruvchisi, 30 yildan oshiq o'zining tajribasi bor. Bu ishlab chiqarish Buxorodagi zargarlik klasteri yiliga 300 kilo tillani qayta ishlab zargarlik bo'lmani ishlab chiqaradi. Markazda xomashyodan tortib sotuvgacha butun bir zanjiri tashkil qilgan. Umumiy qiymati 38 milliard so'mni tashkil etgan zargarlik klasterida 80 nafar yangi ish o'rni yaratildi. E'tiborli jihati ishlab chiqarish jarayonining zanjirsimon tashkil etilganligi. Xususan, markaz ichida O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyatining qimmatbaho metallar ombori joylashtirilganligi tadbirkor uchun logistika xarajatlarini minimallashtirish imkonini berdi. Bu tizim ishlab chiqaruvchining vaqtini tejash bilan bir qatorda tilla xomashyosini to'g'ridan-to'g'ri bank zaxirasidan olish orqali uzluksizlikni ta'minlaydi. Mana shu muhtasham 3 qavatli binoda xomashyo darajasidan toki tayyor mahsulot darajasigacha bo'lgan bosqichlarini o'zimiz ko'rdik. Bu klasterda ishsiz fuqarolarimizning qolaversa zargarlikka o'zining mehrini bergan, mehrini qo'ygan yoshlarimizning band bo'lishi meni quvontirdi. Chunki endi biz milliy qadriyatlarimizni, Buxoro maktabini, zargarlik maktabini aynan Buxoroda yanada rivojlantirishga hissasini qo'shadigan yosh avlodni tarbiyalaymiz. Turkiyaning ilg'or texnologik ishlanmalari va innovatsion dizayn yechimlari bilan jihozlangan 1362 kvadrat metrlik ishlab chiqarish maydonida yuqori aniqlikdagi zargarlik buyumlari tayyorlanishi yo'lga qo'yildi. Tashkil etilgan o'quv laboratoriya markazlari esa soha uchun xalqaro standartlarga javob beradigan yangi avlod mutaxassislarini tayyorlash imkonini beradi. Yurtingizda zargarlik sohasiga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar xorijiy sarmoyadorlar uchun ishonchli poydevor bo'lmoqda. Ayniqsa davlatingiz rahbari tomonidan zargarlik sanoatini qo'llab-quvvatlash, xomashyo ta'minoti, eksportni kengaytirish va klaster tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahsinga sazovor. Men Turkiyadan keldim. Usta zargarlar avlodidanman. Buxoroda ham qadimiy o'ziga xos zargarlik maktabi mavjud. Biz ushbu klasterda Turkiya texnologiyasi va tajribasi asosida mahalliy zargarlik an'analarini uyg'unlashtirgan holda yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu yerda tashkil etilgan o'quv markazida yoshlarga saboq ham beramiz. Bu kabi loyihalar zamirida nafaqat iqtisodiy foyda, balki milliy qadriyatlarni zamonaviy talqinda boyitish va O'zbekistonning zargarlik sanoatidagi mavqeini mustahkamlashdek ezgu maqsad mujassam.